Hujum davom etyapti. Zarba va to'p darvoza to'rida. Andranik Teymuryan to'pni sherigiga uzatayotganda o'yindan tashqari holat qayd etildi. Yana cho'zilib yotib olishga intilganini ko'rdik. 1-daqiqasi o'tib boryapti. Hozir mezbonlardan biri belgilangan masofaga surilgani yo'q. Baribir Server Jeparov to'p tepayapti. Darvoza yaqiniga to'p uzatildi. Xavfli vaziyat, zarba, gol! Gol! Keling ochig'ini tan olaylik. Mana bu yerda himoyachilar Ulug'bekka yetarli e'tibor berishmadi va buning uchun terma jamoamiz hujumchisi mezbonlarni jazoladi. Chiroyli gol, ishonchli gol, haqiqiy gol. O'yindan tashqari holat haqida gap so'z. Mana stadionda yordamchi hakam buni ko'rsatdi va ekranlaringizda bu haqdagi ma'lumotga siz qishloqlarda juda yaxshi his qilib turibsiz. Mana shu g'alaba nechog'lik qadrli ekanligini, balki bugun hali to'lachni zarb bilan tepishganda yana Nechterevning o'zi Nechterevga nisbatan qo'pollik ishlatgan edi, lekin futbolchilarimiz to'pni yana maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi. Muhtaram tomoshabinlar, g'alaba muborak! Azizbek Haydarov Birlashgan Arab Amirliklarida o'ynaydi.